Ehson berish uchun boy bo'lish kerak emas. Mana shu tushuncha juda ko'pchilik adashtiradi. Inshaalloh men ham boy bo'lib ketsam ehson qilaman, ehson qilguvchi boylardan qilsin deyshadi. Juda ko'p aytiladigan gapda. Voy baraka topkurlar, ehson qilish uchun boy bo'lish kerak emas. Ehson qilish uchun xohish bo'lish kerak. 10 ming so'm ham ehson. Roliklarimizda aytamiz. Misol uchun yetim haqida ko'p biz murojaat qilamiz. Yetimlar, uysiz ko'chada qolib ketgan yetimlar haqida. Shu yetimlarga uy olib berish uchun albatta bitta boy kelib 30 ming, 40 ming dollar berish kerak emas. Sizlar o'zingizlar 36 ming, 35 million aholi xalq bo'lib turib, qanaqa kuchga egaliginglarni ham o'zingizlar tushunmayapsizlar deyman. 30 mingta odam shu ko'rayotgan odamlardan, videolardan 30 mingtasi shu ko'rganlar orasida o'zida xohish topib 10 ming so'mdan ehson qilsa, yetimga uy olib bersa bo'ladi. Ko'ryapsizmi? 10 ming so'm kuchini va xalq kuchi. Bitta odam qila olmagan ishni 10 ta odam hal qila oladi. Xohish bo'lish kerak bu uchun. Qo'yayotgan videolarimizda aytayotgan gapimni yana ta'kidlayman. Azizlar, biz